Mana assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Nargiz opamni hozir bunaqa olib keldik. Mana kateter qo'yapti hozir. Doktorlar ham juda asl ketgan. Opa hozir sizga mana kateter qo'yapti-yu. Sizga suyuqlik jo'natadi. Bu qiziydi, odamni qizdiradi. Xavotir olmang undan. Bu o'sha sizni ichidagi o'sha muammolaringizni ko'rish uchun. Xudo xolasa. O'zingiz yaxshi qilyapsizmi? Yaxshimi? Muammo yo'qmi? Hozir sizni tomografiya qilar ekan, xudo xolasa mana shuni tayyorlashyapti. Okay? Okay. Good. This is my sister now, bro. ठीक है? Nargiz opa, cho'chimang, qo'rqmang. Mana bu suyuqlik jo'natganda ozgina qiziydi. Ulardan qo'rqmang, xo'pmi? Bu qo'rqinchli narsa emas. 1 deganda nafas ushlab turasiz, 2 deganda chiqarasiz. Yo'qmi? Hozir स्पीड नहीं जाएगा भाई, जाएगा अगर वो फिर रोए रहेगी, थोड़ा कम दे दूंगा ना। मुझे कौन सा के लेना है? इनसे दे देना, ढाई से। वही तो डबल किसी को लेना है, ढाई से मैं 2 दे दूंगा भाई। आज का रिस्क नहीं रहेगा, जब तो उसको आया ना ular qo'yishib ko'rdinglar. Endi mana hozir sinchak jarayoni bo'ladi. Qo'llaringiz orqaga, ha? Jarayon xudo xolasa boshlanadi. Ko'rib turgan qoninglar. Sizga endi ruxsat yo'q ekan, chiqib turing deyishdi, xudo xolasa. Albatta natijalarni qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar, albatta izohlarni qoldiringlar. Tan joyinglar sog' bo'lsin.